Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram mehmoni mezbonlar, bugungi shodiyoning barcha dilkash aziz insonlari, qadamlaringizga sanat xush kelibsizlar. Bugun mana shunday bir chiroyli Shahnozobonning restoranini chiroyli bezab, albatta hayotlarning mazmuni bo'lgan. Bugun mana shunday bir chiroyli Silolaning jajji o'g'loni, Bog'shomning albatta shahzodasi Alisherbekka mana shunday bir chiroyli dasturxon yegan aziz xonadonni bugun to'y bilan muborakbod etib, albatta o'zining iste'dodi, o'zining ishi va albatta insoniylik fazilatlari bilan xalqimiz orasida katta obro' e'tiborga sazovor bo'lgan. Va albatta yosh bo'lishiga qaramasdan ko'p jabhalarda o'zini ko'rsatib, mana shunday bir chiroyli hurmatlarga ega bo'lgan aziz xonadon Ismatovlar xonadonni va albatta Ikromlar xonadonni bugun chiroyli bugungi farzandni shiringina mana shunday sunnat to'y bilan muborakbod etib, barchamizni qalbimizdagi o'tib turgan eng pok niyatlarni, go'zal tuyg'u tilaklarni mana shu jajji o'g'longa bir umr hamroh bo'lsin deb shahzoda yigitcha Alisherbekni yaqinroq kelishlarini iltimos qilamiz. Qani Alisherjon, yaqinroq kel o'g'lim, kelaver. Va bir chiroyli qarsaklar bilan shu yigitchani avvalambor qarshilab olsak. Ana endi yaqinroq keling. Va bobojonlari, bugun Salim akamizni, Fayzullo Salomovichni va albatta Tog'ajon Rustam tog'oni mana shu davriga yaqinroq kelishlarini iltimos qilamiz. Bugun Fayzullo Salomovichni hamda Mojidaxonni bugungi mana shunday farzandlarini chiroyli to'y bilan muborakbod etamiz. Avvalambor hammamizdan ham xonadonimizda mana shunday chiroyli to'ylar bo'lsin, niyat qilamizki, davramiz boshlashda shu yigitchani chiroyligina mo'ljal to'ylari, diplom to'ylari, hunarni egallab belni bog'laganda o'sha chiroyli to'ylari va nikoh to'ylariga yetkazsin deb bugun davrani boshlar ekanmiz. Aziz to'ychilarimizni hurmat va ehtirom bilan mikrofonga yaqinroq kelishlarini iltimos qilamiz. Kelinglar. Fayzullo Salomovich, Rustam aka, Salim aka, kelinglar. Aziz to'ychilar, bugungi to'yni boshlashga ijozat berasizlar va bugun mana shunday chiroyligina ismga ega bo'lgan bir paytlar albatta chin dildan bir insonga hurmat bilan qarasalar o'sha insonday bo'lsin deb nom qo'yganlarki, bugun mana Alisher Xudoyberdichga hurmat yuzasidan mana shu insonday bir buyuk bo'lsin, professor bo'lsin, katta bir doktor bo'lsin deb o'sha insonga o'xshasin deb Alisherjonga Alisher deb nom berganlar. Bu uchun ham bir chiroyli qarsaklarni kutib qolamiz. Ilohim Hazrat Alisher Navoiyga o'xshagan buyuk inson bo'lsinlar va albatta Fayzullo Salomovich to'ylar muborak bo'lsin. Rustam tog'a, qanisiz? Rasul tog'a, uzr. Rasul tog'a keling. Hamda Salim aka kelinglar. Men to sizlar to'plangunlaringiz qadar mana shu yigitchaga to'ylarda men bir xil savol beraman, bir xil javob olaman shahzoda yigitchalardan. Alisherjon, o'zing ismingni to'liq aytgin. Endi menga qara. Mana chiroyli kuyov to'ralik liboslarni kiyib olsan. Mana shu chap tomonda chiroyligina yuraging bor. Shu yuraging yonida kim yetishmaydi? To'g'risini ayt, dadang eshitdilar. Kelin dedi, eshitlaringizmi? Kelinlik to'ylarga yetkazsin deb bir guldiroz qarsaklar bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Aslida aytadiki, ibodat ne deydi? Ibodat ne? Yaratganga itoat ham ibodatdir. Haqiqiy bandalik bilan sadoqat ham ibodatdir. Ibodatdir tiriklikni etolsang, ma'rifat bog'i, mashaqqatli ilm, san'at, qiroat ham ibodatdir deydi. Onang bilan otang qalbi o'tar Ka'ba tavofidin. Alar ko'nglini shod etsang, shu xizmat ham ibodatdir deydi. Sevib, katta bo'lib, do'stlik bilan ko'ngillarni obod et. Agar Alloh uchun sevsang deydi, muhabbat ham ibodatdir Alisherbek. Ilohim katta bo'lsin, ko'z tegmasin, mana shu ko'zlariga, o'ziga ko'z tegmasin. Nasib bo'lsa buni nikoh to'ylarini Salim bobo to'ylarini boshqarib tursinlar va albatta bu yigitcha bilan doimo mana shu tog'alari, amaklari hammalari faxrlanib yursinlar. Haqiqatan ham dunyoda o'zbekday farzandini sevadigan, farzandini ardoqlaydigan xalq yo'q bo'lmasa kerak dunyoda. Va qarangki, dunyoda shunday bir mavjudotlar, jonzotlar borki, dengizda yashaydigan hatto pingvin ham o'zini endigina tuxumdan chiqqan polaponlarni o'rtaga qo'yib, atrofiga 3 oylik, 6 oylik va 1 yoshar, kelinki 3 yoshar va oxirida qariyalarni chiroyli doira simon terib qo'yar ekan. Va kelgan sovuq avval qariyalarga ta'sir etar ekan, keyin undan keyingisiga va eng asosiysi sulolani davom ettiradigan endi tuxumdan chiqqan polaponchalar asralib qolar ekan. Buni qarangki, mana shu
bizni yurtimizdagi farzandga bo'lgan mehr va ota-onaga bo'lgan mehrni butun dunyoga ko'z-ko'z qilsa va bu haqda alohida bir asarlar yozsa, arzigulik bir albatta xalqimizda tuyg'ular bor. Men hurmat va ehtirom bilan bugun farzandim mana shunday bir chiroyli kuniga yetgan avvalambor Fazla Salomovich sizni to'y bilan muborak etaman. Ilohim shu yigitcha nasib bo'lsa hali aytganimizdek diplom to'ylariga yetkazsin. Niyat qilib ism qo'ygansiz, ilohim Alisher akaga o'xshagan chiroyli bir professor bo'lsin, hunarlarga tengi yo'q inson bo'lsin, shu yurtni faxri bo'lsinki, dunyoga yuztadigan ajoyib inson bo'lsin. Chunki Shofirkon azaldan o'sha katta olimlar, katta albatta hunarmandlar, tadbirkorlar, kelingki buyuk iste'dodlar yurti. Mana shu iste'dodni shu yigitchaga ham bergani bo'lsin. O'sha uchun aytamizki, qadim deydi Buxoroning osmoni bilan qaldirg'ochlar uchib zerikmas hatto. Bahovuddin ruhi dillarga payvand, dunyo bir ko'z bo'lsa, mardum Buxoro. 7 pir bobomizning ruhlari yor bo'lib, Alloh hamisha panohda asrab, bugungi mana shunday chiroyli to'yni bo'ladigan barcha niyatlarni shu yigitchaga, xonadoningizga ijobat qilgan bo'lsin. Bugungi to'y muborak bo'lsin. Salim akadan to'yni albatta boshlab berishni iltimos qilamiz. Bir chiroyligina albatta qarsaklaringiz bilan. Nabira to'yiga yetgan inson nasib bo'lsa, abira chavira to'ylariga yetsinlar. Marhamat. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Hammalaringizga yana bir bor assalomu alaykum va alaykum assalom. Mana o'g'lim Fayzilajon sunnat to'yini olib borayotgan ekan. To'ylar yaxshi o'tsin, nabiramiz o'ssin, ulg'aysin, dadasi kabi, o'rtoqlari kabi, buvisi kabi. Ana xush kelibsiz hammalaringiz xush kelibsiz. Mana bu yoshga kirib hozirgi vaqtga o'zim otam 8 farzandi bor, shuni bittasiman. O'zimning ham 8 ta farzandim bor. 3 o'g'il, 5 qiz. Hammasi baxtli bo'lsin. Oilasi bilan tinch bo'lsin. Mana navbat keldi Fayzlajonning o'g'liga, Alisherjonga sunnat to'yisini ko'ryapmiz. Hammalaringizga mana shunaqa sunnat to'y nasib etsin. Mana shunaqa katta davra qurib, xo'sh, hukumatimizdan, partiyamizdan, rahbarlarimizdan minnatdorlik bildiraman. To'ylarimiz yaxshi o'tsin. Bundan ham yaxshi o'tsin. Hammalarga Xudo nasib etsin shunaqa to'ylarni. Hammalarga rahmat. Kelganlar uchun tashakkur. Mana taomdan olib, yaxshi bazmni o'tkazibdinglar to ertalabgacha. Rahmat hammangizga. Bir chiroyligina qarsaklar bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Endi albatta Salim aka mana shunday bir farzandlar bilan doimo faxrlanib yuradilar. Bunga aminmizki, haqiqatan ham bir rivoyat bor, to'ylarda ko'p takrorlaymiz. Bir inson farzand ko'rib farzandga chiroyli ism qo'yibdiki, o'sha falon insonga o'xshash bo'lsin deb va hunarga, ilmga tengi yo'q bo'lsin inson deb mana shunday bir chiroyli ism qo'yib, bir kun bir chiroyli davrada balog'atga yetgan o'g'lini chaqirib, butun ulamo qarshisida o'g'lini yoniga yaqinroq kelibdiki, o'g'lim, hamma hunardan voqifsiz, ilmlarga tengi yo'q inson bo'ldingiz. Endi aytingchi deb qo'lini yelkasiga qo'yib, siz zo'rmi, men zo'rmi deganda, o'g'il boshini baland ko'taribdi-yu, otajon, men zo'rman degan ekan. Shunda ota o'ylanib turib yana qo'lini yelkasiga qo'yib o'g'lini, "Ey o'g'lim, o'ylabroq gapirsangiz bo'lardi. Siz zo'rmi, men zo'rmi?" deganda, o'g'il yana boshini baland ko'taribdi-yu, "Otajon, hozir javob berdim. Axir men zo'rman" degan ekan. Shunda ota uzoqroq borib, "O'g'lim, bilaman siz hunarga, ilmga tengi yo'q insonsiz. Oxirgi marotaba savol beribman. Sen zo'rmi, men zo'rmi?" deganda, bu safar albatta Fayzlakaga o'xshagan, Alisherjonga o'xshagan nasibasi katta bo'lsin, yigitlar boshini baland ko'taribdi-yu, ulamoga mamnun qarab olib, "Ey otajon, siz zo'r" degan ekan. Shunda ulamolar hayron bo'lib so'rabdilarki, "Ey farzand, nega otang 2 marotaba savol berganda o'zingni tan olding? Nega 3-chi marotaba otangni zo'rligiga tan berding?" desa, shunda aqlli zukko, farosatli yigit aytibdiki, "Ey ulamolar, hayron bo'lmang. Otam 2 marotaba savol berganda qo'li yelkamda edi. Men zo'r bo'lmay kim zo'r bo'lsin? Otam 3-chi marotaba savol bergandiki, qarasam qo'li yelkamdan uzilgan ekan, ojizligimni sezdim" degan ekan. Keling, shu Salim boboni, aziz kattalarni, tog'ayu amakilarni, albatta
tirik bo'lsalar volida muhtaramalarini qo'llari farzandlari yelkasidan uzilmasin, nasib bo'lsa shu yigitchani nikoh to'ylariga ham salimobod chiroyli niyatlarni aytsinlar. Guldiroz qarsaklarimiz bilan albatta Rasul aka tog'o 7 padarunni dedilar. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun jiyanim Alisherjonni mana sunnat to'yiga tashrif berib o'tiribsizlar. Hammalaringizni Xudo nasib etsin. Mana shu jiyanimni nasib bo'lsa nikoh to'ylariga mana shunday chiroyli kechalarda birga o'tiraylik. Salim boboni ham, mana shu Fayzulonjonni ham, mana shu tog'alarni ham iloyim nasib qilsin shu nikoh to'ylariga ham yetkarish. Alisherjon 100 yoshga kirsin. Mana shu yerdagi barcha do'stlar mana shu hozirgida jam bo'lib, yana mana shu davralarga chiroyli davralarni nikoh to'ylariga ham o'tkazaylik. Xudo shunga nasib etsin. Albatta qarsakni so'ramaymiz. Davramiz boshlanishida bir jonliroq qarsaklar bo'lsin, niyatlarga farishtalar amin deydi. Muborak bo'lsin Rasul aka, to'ylar muborak bo'lsin. Ana endi men hurmat va ehtirom bilan mana davramizni boshlanishida shu xonadonning yaqini va bugun mana havas qilib bir chiroyli ism qo'yganlarga Alisher Xudoyevich, avvalambor xush kelibsiz. Bugungi to'yga albatta chiroyli o'sha qimmatli vaqtlaringizni ayamay bugun mana shu xursandchilik sherib turibsizlar. Ilohim xonadoningizda faqat xursandchilik bo'lsin. Shoir Hoji Sadriddin Salim Buxoriyning shunday bir tilaklari borki, niyatlari borki, illat izlaganga dedi illatdir dunyo. G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kim neni izlasa topur begimon, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Bugun o'sha hikmat nurlarini qalbiga joy etib, yurtni faxrga aylangan professor Alisher Xudoyberdichdan chiroyli niyatlarni olsak-da, keyin davramizni boshlab olamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz avliyolar yurtining aziz odamlari. To'g'risini aytsam, men har safar mana shu aziz tuproqqa qadam qo'yganimda qarshimda menga uchragan istalgan bir buxorolikka juda katta bir havas bilan qarayman. Chunki bu aziz tuproq, mana shu aziz tuproqning aziz odamlari. Shuning uchun hamki mana shu yerda yashayotgan har bir inson bu aziz tuproqning mevasi. Shuning uchun ham men mana bu yerdagi har bir odamga, har bir buxorolikka havas bilan qarayman. Chunki bu yerlik insonlar to'liq baxtli inson bo'ladi. Chunki mana shunday aziz tuproqda dunyoga keladi, avliyolar yurtida dunyoga keladi. Xuddi mana shunday baxtli insonlardan biri mana shu bugungi kechamizni sababchisi bo'lmish bizni jajji Alisherjonimiz. Endi hozir mana boshlovchimiz undan asl isming nima, to'liq ismingni ayt deganda oxirigacha eshitmasdan mikrofonni oldilar. Agar to'liq imkon berganlarida u aytardi, "Men Alisher Doniyorovman." Chunki u kichkinaligidan uni opalari, uni bilganlar shu Alisher Doniyorov sharafiga qo'yilganligi uchun bu Alisher Doniyorov deb buni o'zi ham bunga ishonib, men bilan ko'p tezda muzokara qilib turadi. "Men Alisher Doniyorov" deb. Men unga "Men Alisher Doniyorovman" deyman. Mana shunday qilib biz bahs boylab turamiz. O'shanda Fayzlajon shu Alisherjon tug'ilganda menga qo'ng'iroq qilib, "Sizga o'xshab yurishini istayman. Agar ruxsat bersangiz, Alisher deb ism qo'ysam" deganlarda men albatta bu taklifni juda ham bajonidil qabul qilganman. Chunki haqiqatda hayotda bir bor narsa ekan bu. Inson tug'ilar ekan, unga kimgadir o'xshashini istab agar ism qo'yiladigan bo'lsa, o'shanga albatta o'xshar ekan. Shu ma'noda mana hozir aytdilar, biz bugungi kunda agar shu fan doktori, professori bo'lsak, men aminman, Xudo xolasa kelajakda Alisherjon albatta fan doktori bo'ladi, albatta professor bo'ladi. Buning uchun to'liq asos bor. Yuqorida aytildiki, Shofirkon iste'dodlar yurti, olimlar yurti deb. Mana shu qobiliyat Alisherjonda ham borligiga hech qanday shubha yo'q. Men Fayzlajonga mana shu kechada o'zimni eng bir yaqin insonim sifatida, eng bir yaqin bir jigar ukam sifatida unga farzandlarini rohatini ko'rishdek baxtni tilagan bo'lardim. Chunki shu yerda o'tirgan har bir ota-ona agar hozir so'rasangiz, siz uchun eng quvonchli daqiqa u nima u deb so'raganingizda, albatta farzandining yutug'ini ko'rgan payt va shu holat bilan bog'liq quvonch deydi. Haqiqatda ham kimki bu dunyoda bir orzu niyat bilan yurar ekan, farzandli bo'lgandan so'ng
u barcha fikr hayoli, o'yi va orzu umidlari mana shu farzandlari uchun, mana shu farzandlarini kamolini ko'rish uchun o'ylaydi. Va mana shu yo'lda mehnat qiladi, ter to'kadi. Qolaversa, mana shuni natijasi o'laroq mana shunday koshonalarda xalqni yig'ib, to'y, tomosha qilib beradi. Fayzlajon, mana shu Alisherjon tufayli birinchi ilk to'y bo'ladigan bo'lsa, shuni nikoh to'ylarini, qolaversa bu farzandli bo'lganda buni nevara to'ylarini ham sunnat to'yida mana shunday turish sizga nasib qilsin. Evara to'ylarida turish nasib qilgan bo'lsin. Men faqat mana shu mehnatingizni, rohatini kelin bilan birgalikda ko'rishingizni, yoningizda doim otangiz turishlarini, albatta bugun bu davrada volida yo'qlar, ular ham bo'lganlarida bu quvonchdan juda ham bahramand bo'lgan bo'lardilar. Men o'ylaymanki, ular mana shu quvonchni va bu daqiqalarni baribir guvohi. Shuning uchun men avvalambor bu kechada sizni mana shunday dunyoga keltirib tarbiyalagan ota-onangizga, qolaversa sizni tarbiyalagan mana shu yurt, mana shu tuproqqa ta'zim qilgan bo'lardim. Chunki faqat mana shunday aziz tuproqdagina, faqat mana shunday aziz yurtdagina va aziz odamlar bag'rigidagina mana shunday insonlar, bag'ri keng insonlar, sizga o'xshagan halol, pok mehnat qilib yuradigan, xalqni oldida yurishi mumkin bo'ladigan insonlar voyaga yetadi. Shuning uchun ham bundan keyin faqat bu xonadonda to'ylar bo'lsin va to'ylarga mana shu davra bir necha karra kattaroq bo'lgani holatda bo'lishini juda ham istab qolaman. Sog' bo'linglar, hammalaringizga mana shunday to'ylar nasib etishini tilab qolaman. Rahmat sizlarga. Tashakkur. Albatta bir chiroyli, qaynoq, bir zal larza keladigan qarsaklarni kutgandik. Bir chiroyli qarsaklar bo'lsin, shu niyatlarning hammasi ijobat bo'lsin. Chunki bugun o'sha ustoz va insoniylik martabasini o'ziga kasb qilgan Alloh tomonidan, chunki insoniylik martabasi hozirgina aytib o'tdilar ustozki, haqiqatan ham insonni farzandlarini tarbiyasidan keyin farishtalar chiroyli qilib insonga Alloh tomonidan beradigan o'sha insoniylik martabani muhrlab qo'yar ekan. Keling, mana shu insoniylik martabasi mana shu farzandga bir umr hamroh bo'lsin. Azaldan yurt, albatta o'sha ezgu niyat, ezgu amal, ezgu kalomga yuz tutgan bu xalqimiz, ilohim mana shu yigitcha ham doimo shu chiroyli egiz niyatlarni o'ziga kasb qilib olsin. Va yana bir bor Alisher Salomovich, Salom aka, Alisher aka, Rasul aka to'ylar muborak bo'lsin. Majdaxon Kelinposhsha to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu yigitchaga avvalambor ko'z tegmasin. Ilohim niyat qilamiz. O'sha diplom to'ylariga, nikoh to'ylariga mana shunday chiroyli turib, birinchi so'zlarni o'zlaringiz boshlab beringlar. To'ylar muborak bo'lsin. Tashakkur. Salomat bo'linglar. Demak, yigitchani hurmat va ehtirom bilan o'zini taxtini egallashni iltimos qilamiz. Hozir endigina aytdiki, kelin yetishmayapti debdi. Deyapti, nasib bo'lsa yillar o'tib o'sha kelinga ega bo'lsin. Demak, mana o'sha yerda sizni joyingiz bor. Do'stlaringiz bilan borib o'tirasiz endi. Bir chiroyli qarsaklar rostda yigitchani kuzatib qolamiz. Bu oqshomning shahzodasi. نمک مگه در کامها شرنتر اخشات و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گرد با امیدی که در پیری پسر دستی پدری مادر گرد بگن با یک بار همتان خوش آمدید خوش kelibsizlar aziz davramiz ishtirokchilari muhtaram dilkash mehmon mezbonlar bugungi mana shunday chiroyli to'yni boshlar ekanmiz albatta ajoyib mana video tasvir ukaxonlarimiz tashrif buyurganlar video tasmalarga oladilar va qolaversa bugun davramizni chiroyli qilib o'tkazish uchun o'sha chiroyli iste'dod sohibi Shofirkon albatta tuprog'ining aziz farzandi bu yog'i ovozasi Turkmanistongacha borgan o'zining chiroyli qo'shiqlariga va bastakorlik va chiroyli albatta ijrosi bilan alohida o'rin olgan ustoz san'atkor Usmon aka Inoyatovni men hurmat va ehtirom bilan san'at shoh sifatida joylashlarini iltimos qilaman. Usmon aka, avvalambor bugun mana shu davrada ko'rganimizdan xursandmiz. Chunki bu insondagi iste'dod, bu insondagi insoniylik fazilat alohida san'atkorlar ustida alohida ajralib turadi. Usmon aka, xush kelibsiz va bugungi to'y sizga ham, bizga ham, hammamizga muborak bo'lsin. Naxushdir dedi tong aro masrur, misoli shulay billur, taralsa nag'ma-i tanbur, bu oqshom Shahnozabon restorandan, aziz to'yxonadan. Marhamat.
acab yarım Evzim aynalı yaşaklı Küzinden ay acab yarım Sümbülaya sümbülen Uğrab orayı gül bilen Sümbülaya sümbülen ey Uğrab orayı gül bilen Malikim sen bilen sen gidersen kim bilen ey Kademine güller açılsın Manikim sen bilen sen gidersen kim bilen ey Kademine güller açılsın Ekürüp gül yüzünü bağdı Benden ey acab yarım Ekürüp gül yüzünü bağdı Benden ey acab yarım Lağlayanlık türi bey Lağlayanlık türi bey Bağrıyım kalır gey acab yarım Farvoyini zerrahal mağlar gey Dur yarım Olmani boqa kirib yor Şaftali yirmushi Olmani boqa kirib yor Şaftali yirmushi Suygan yorim uyda turib Düzganidir şey acab yarım Suygan yorim uyda turib Düzganidir şey acab yarım Parvoyini zerrahal mağlar gey Dost yarım Parvoyini zerrahal mağlar gey Dost
qolgandir olam savdingiz bu karam qoyil qolgandir olam tanavorga tushmasangiz bizlarga qilar alam ajab tanavorga tushmasangiz bizlarga qilar alam ajab yomon hadus Mani beqarorlar aylagan Yetay ulpari ko'zi qoshidir Mani beqarorlar aylagan Yetay ulpari ko'zi qoshidir Yuragimga ish ko'tin shoylagan joningda Aning maxfiyona qaroshidir Yuragimga ish ko'tin joylagan Aning maxfiyona qaroshidir Aning maxfiyona qaroshidir yorim Aning maxfiyona qaroshidir Nişan ağzıyla mine söz katıp Közi kiprigi okunu atıp Nişan ağzıyla mine söz katıp Közi kiprigi okunu atıp Tavşiyaların atıp oynatıp canıydı Bana vurdurur ve tanaşadır Tavşiyaların atıp oynatıp canıydı Beni öldürür ve tanaşadır Beni öldürür ve tanaşadır yarım Beni öldürür ve tanaşadır Geceler hayalde uyanıp Şana canine al kemiği tuğanıp Geceler hayalde uyanıp Şana canine al kemiği tuğanıp Çekip ahlar Ani işkıda canıydım Nazarımda Hüseyin
sevgim qochim hayotimdan borimsan o bir bo'lsa olg'animda ko'zing suzilib ketdi bir bo'lsa olg'animda ko'zing suzilib ketdi nozingni ko'rib go'yo jonim uzilib ketdi nozingni ko'rib go'yo jonim uzilib ketdi 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 Hicronida o'rtaganmi sizni ish na kuylar solmas yigit qizni ish hijronida o'rtaganmi sizni ish na kuylar solmas yigit qizni ish hech bir oshiq sevgisiga o'xshamas saodatli sadoqatli bizni ish hech bir oshiq sevgisiga o'xshamas saodatli sadoqatli bizni ish o'ynab kulib muhabbatning o'tida ikkimizni yonganimiz boshqacha o'ynashi lablarimiz boridan xumor
boshqacha shu nasib lablarimiz bog'lidan xumor xumor qonganimiz boshqacha xumor xumor qonganimiz boshqacha xumor xumor qonganimiz boshqacha men yashayman bugundan yorimni sog'intirib yuraman endi nozik borimni sog'intirib men yashayman bugundan yorimni sog'intirib yuraman endi nozik borimni sog'intirib ko'rinmayin ko'ziga nazar solmay yuziga yurgim aytmay o'ziga yorimni sog'intirib ko'rinmayin ko'ziga nazar solmay yuziga yurgim aytmay o'ziga yorimni sog'intirib men yashayman bugundan yorimni sog'intirib yuraman endi nozik borimni sog'intirib yorimni sog'intirib yo'llaridan chiqmayman sog'intirib sochiga gul taqmayman sog'intirib yo'llaridan chiqmayman sog'intirib sochiga gul taqmayman sog'intirib ko'zlariga boqmayman sog'intirib men yashayman bugundan yorimni sog'intirib yuraman endi nozik borimni sog'intirib yorimni sog'intirib hayollardan kecharman chiroq bo'lib o'charman o'zim olib qocharman yorimni sog'intirib qizg'onib har so'zimni zo'rg'a bosib o'zimni erkalayman qizimni yorimni sog'intirib men yashayman bugundan yorimni sog'intirib yuraman endi nozik borimni sog'intirib men yashayman bugundan yorimni sog'intirib yuraman endi nozik borimni sog'intirib yorimni sog'intirib yorimni sog'intirib
olmasın ming yuzi san hay yozilajak shirinning ming so'zi san hay mehrlarni olmasın ming yuzi san hay yozilajak shirin ming so'zi san hay hayotimni mazmuni san o'zi san hay hayollarim qanoti ham ko'zi san hay hayotimni mazmuni san o'zi san hay hayollarim qanoti ham ko'zi san hay hay malagim san mani hay san yuragim hay malagim san mani hay san yuragim dilda borim mazmuni ayt boraman hay yonginamda qol desang ayt boraman hay dilda borim mazmuni ayt boraman hay yonginamda qol desang ayt boraman hay yuragimga yaqinsan tan olaman hay yetolmayman vaslingga ovoraman hay yuragimga yaqinsan tan olaman hay yetolmayman vaslingga ovoraman hay hay malagim san mani hay san yuragim 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 bu dunyoni go'zallari bosh egadir qoshingizda o'xshashi yo'q chiroylisiz shu 18 yoshingizda bu dunyoni go'zallari bosh egadir qoshingizda o'xshashi yo'q chiroylisiz shu 18 yoshingizda nazatib o'ldirasiz ohay o'ratib kuydirasiz vohay nazatib o'ldirasiz ohay o'ratib kuydirasiz vohay sochlari qirqcha qirqta jonim mani qurboni bo'lsam bitta jonim mani yor sizga yetmadi oxidadim mani yelkada qirqcha qirqta yorim mani nazatib o'ldirasiz ohay o'ratib kuydirasiz vohay nazatib o'ldirasiz ohay o'ratib kuydirasiz vohay sevgi qushdan judo qildim u sizni ham shu go'zal kuydan tilba oshiqman dilimning xumori shuni bir nozik buncha noz etmaysiz yuragim to'ldi-ku nazatib o'ldirasiz ohay o'ratib kuydirasiz vohay nazatib o'ldirasiz ohay o'ratib kuydirasiz vohay
Odatib kiydirasiz vohay vohay Nozatib o'ldirasiz vohay vohay Odatib kiydirasiz vohay vohay Nozatib o'ldirasiz vohay vohay Odatib kiydirasiz vohay vohay Tishlarim o'tga aylandi Suzilib o'tishing xayolim buzib Mastona his tuyg'u dilga joylandi Suzilib o'tishing xayolim buzib Mastona his tuyg'u dilga joylandi Go'yoki hayotim senga boylandi Suzilib o'tishing xayolim buzib Mastona his tuyg'u dilga joylandi Go'yoki hayotim senga boylandi Ochilgan g'unchadek yoshsan Feruza Qizlarning ichida boshsan Feruza Qiyosiz bir qarab qochsan Feruza Nega buncha bag'ri toshsan Feruza Ochilgan g'unchadek yoshsan Feruza Qizlarning ichida boshsan Feruza Qiyosiz bir qarab qochsan Feruza Nega buncha bag'ri toshsan Feruza Aşık doman Günden gün bu hayat Güzel gözümge Çiraying mahv edip yeglerse doman Savunçing ezadur yalnız adoman Günden gün bu hayat Güzel gözümge Çiraying mahv edip yeglerse doman Savunçing ezadur yalnız adoman Açılgan bunchadek yoshsan Feruza Qizlarning ichida boshsan Feruza Qiyosiz bir qarab qochsan Feruza Nega buncha bag'ri toshsan Feruza Ochilgan bunchadek yoshsan Feruza Qizlarning ichida boshsan Feruza Qiyosiz bir qarab qochsan Feruza Nega buncha bag'ri toshsan Feruza Açılgan g'unchadek yoshsan Feruza Qizlarning ichida boshsan Feruza Qiyosiz bir qarab qochsan Feruza Nega buncha bag'ri toshsan Feruza Ochilgan g'unchadek yoshsan Feruza Qizlarning ichida boshsan Feruza Qiyosiz bir qarab qochsan Feruza Nega buncha bag'ri toshsan Feruza Tashakkur. Salomat bo'linglar. Usmon aka, aziz san'atkorlar, hamisha mana shu aziz xalqimizni xonadonni chiroyli to'ylarini bezashga, fayziga fayz qo'shishga sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. Doim bor bo'linglar va bugun takror va takror hala yuqorida chiroyligina kiyinib shahzodalik mana shunday sunnat to'y o'tkazilayotgan Alisherbekka uzoq umr, baxt va saodat tilaymiz. Yurtni faxri bo'lsin. Hala takror va takror aytganimizdek chiroyli albatta o'sha mo'ljal to'ylarga, diplom to'ylariga, kelinki nikoh to'ylariga Alloh yetkazsin.
haqiqatan ham Hazrat Navoiyda shunday bir o'gitlar borki, odamiy ersang deydi demagil odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Bugun haqiqatan ham shu aziz sulola, yana Ismatovlar, Ikromlar xonadoni o'zlarini odamiylik, albatta fazilatlari bilan xalqimizni ardog'ida bo'lgan aziz insonlar o'zlarini kasb korlardan, o'zlarining chiroyli insoniylik fazilatlari bilan alohida bir hurmat va ehtiromlarga sazovor xonadon. Mana shu aziz xonadonga bugungi to'y muborak bo'lsin deb chiroyli ilk tabrik so'zini azaldan haqiqatan ham iste'dodlar yurti bo'lgan buyuk tuproq va oltin tuproqqa ega bo'lib, o'zining oltin insonlari bilan doimo yurtga, nafaqat yurtga, butun dunyoga yuz tutgan mana shu zaminni barcha aziz insonlarni faqat boshlari to'ydan chiqmasin deb men hozir hurmat va ehtirom bilan bugun o'sha xalqimiz albatta manfaati uchun, yurt ravnaqi uchun chiroyli xizmatlar bilan alohida bir hurmat va ehtiromlarga sazovor bo'lgan aziz muhtaram mehmonimiz Buxoro shahar hokimi Qiyomiddin Qahhorichni hurmat va ehtirom bilan chiroyli ilk tabrik so'ziga albatta tabrikka chorlab qolamiz. Qiyomiddin Qahhorich, avvalambor xush kelibsiz. Bugungi to'y albatta sizga ham bugun mana shu aziz xonadonga muborak bo'lsin deb hurmat va ehtirom bilan mikrofonga chorlaymiz. Aslida mana shu yigitchaga qaratib aytamizki, vatandosh deydi bog'ingga bir nihol qada. Bu nihol nomini yaxshilik eta. Niholing nomiga bir gul ekib qo'y, bu gulning nomini go'zallik deb qo'y. Guli niholingga baxsh etib hayot, suv ber va bu suvga mehr deb qo'y ot. Sendan farzandingga bog' qolsin ey do'st, bog'ing vatan degan nom olsin ey do'st deymiz. Va bugun mana shu vatanimizni hurmatiga, ehtiromiga sazovor bo'lgan aziz insonlardan chiroyli tabriklarni olish uchun bir albatta hurmat va ehtirom bilan Qiyomat Qahhorichni mikrofonga chorlab qolamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun ajoyib tantanaga Alisherjonni yosh to'yini nishonlashga yig'ilgan ekanmiz. Men shaxsan o'zim nomidan, oila a'zolarimiz nomidan shu farzandimizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Mustaqil yurtimizni bir mustahkam, o'z so'zida, o'z bilimida ega bo'lgan bir chiroyli yigit bo'lib o'sib ulg'aysin. Kelajakda bu yigitdan yurtimizga, qolaversa butun O'zbekistonimizga katta bir umidlar bilan, ishonchlar bilan o'sishini men tilayman. Doimo sog' salomat bo'lsin. Mana bugun bunday chiroyli to'y tantanani bo'lishini asosiy sababi O'zbekistonimizda tinchlik, bu ham bir mustaqilligimizni bir an'analaridan biri. Doimo dasturxonlarimiz to'kin sochin, bu g'allamizni mo'lligi, mana yaqinda paxta mo'l hosiliga katta kuch bilan kirishilgan. Hammamiz Allohdan so'raymizki, bugun paxtamiz ham rejalari bajarilib, Buxoro xalqida rahbar bo'lib turgan rahbarlarimizni yuzi yorug' bo'lsin. Yurtimizning oldida, yurtboshimizning oldida doimiz yurtimiz tinch, totuv bo'lsin, xalqimiz boy, badavlat bo'lib mana shunaqangi to'ylarni qilsin. Fayzilajon, siz kelin bilan qo'sha qarib shu yigitni bugun yosh to'yini beryapsiz ekan. Baxt to'ylarida ham, navara, evara, chevara to'ylarida ham o'zingiz bosh bo'lib, farzandlarni o'zingiz uyli joyli qilib, nima yuragingizdagi orzu umidlar bo'lsa, shunga erishish tarafdoriman. Mana bugun davramizda juda ko'p mehmonlarimiz, mezbonlarimiz kelib, kimlardir yurakdan xizmat qilib yuribdi. Shu bugungi to'yimizga kimdir yaxshi niyatlar bilan qadam ranjida qilibdi ekan. Shu xonadonlarda ham hammasida yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Doimo yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizda mana shunaqangi to'y tantanalar juda ko'p bo'lsin. Hammalaringizga ham shu to'ylar nasib qilsin. Rahmat. Tashakkur. Albatta qarsaklar. Qiyomat Qahhorich, mana shu chiroyli tilaklaringiz mana shu yigitchaga bir umr hamroh bo'lsin. Albatta tilaklar ijobat bo'lsin deymiz, xonadonda to'ylar bo'lsin. Va kelinki bugun mana shu ajoyib to'yda tog'o dedilar 7 padar o'rnida ko'p yillar albatta xalqimizni chiroyli bir xizmatlarni qo'yib, bugun o'sha nafaqada bo'lib, mana shu aziz xonadonni, shu sulolani bir katta bir vakillaridan aziz tog'ajon Sodiq Ahmedovni hurmat va ehtirom bilan mikrofonga chorlayman. Marhamat Sodiq Ahmedovich, avvalambor xush kelibsiz. Bugungi to'y sizga muborak bo'lsin deb sulola nomidan, barcha xeshtaborlar nomidan chiroyli tabrik. Aziz xonadonni tog'olari Sodiq Ahmedovichdan chiroyli niyatlarni olsak. Inson bilan deydi tirikdir inson. Muhabbatda hayotning boshi.
odamlarga baxsh etar ekan jon, odamlarning mehr quyoshi bugun. Chunki farzandga mehri bilan xonadon mana shunday mehr bilan dasturxon yoydilarki, barcha mehribon insonlarni chorlab mana shu birga o'sha mehr dasturxonni baham ko'rayotgan aziz xonadonga chin dildan ilohim o'rtadagi mehr, o'rtadagi mana shunday mehr, oqibat, muhabbat hamisha abadiy bo'lsin. Va kelingki, hurmat va ehtirom bilan aziz xonadonni tog'ajonlari Sodiq Ahmedovichni hurmat va ehtirom bilan mikrofonga chorlaymiz. Marhamat, Sodiq Ahmedovich. Avvalambor to'y muborak bo'lsin. Chunki ko'p yillar o'sha rahbarlik ishlari bilan alohida xalqimizni xizmatlarini qilib qo'yib, bugun mana shunday bir chiroyli farzandlar oxirida, nabiralar oxirida yurgan aziz insonni, jiyanchani, yana nabira jiyanni mana shunday chiroyli to'ylar bilan muborakbod etib, mikrofonga chorlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum davra ahli. Mana bugun jiyanimiz, o'g'limiz Fayzlojonni xonadonida xush kelibsizlar. Men avvalo mana shu Fayzlojonni xonadonini mana shu kunki farzand to'yi bilan, Alisherjonning sunnat to'yisi bilan qizg'in muborakbod etaman. Mana mendan oldin so'zga chiqqan do'stlarimiz Fayzlojon to'g'risida juda chiroyli gaplarni aytdilar. Haqiqatan ham Fayzlojon mani 3-o'g'lim bilan tengdosh. Shu 3-o'g'lim Huzayl bilan bir ko'rpani tagiga agar bir kecha o'zini uyiga yotadigan bo'lsa, 2 kecha bizning uyimizda yotib katta bo'lgan inson. Shu hisobdan men o'g'lim dedim. Muborak bo'lsin mana shunaqa baxt kuningiz, o'g'lingiz sunnat to'yi. Xo'sh, mana shu o'g'lingiz katta bo'lsin, ajoyib inson bo'lsin. Hech bo'lmasa o'zingizday, tog'alariday, amakilaridek bir inson bo'lsinki, bizga Alloh umr bergan bo'lsa, biz yana ko'rib quvonib yuraylik sizlarning baxtingizga o'xshagan. Kelinglar. Mana shu Alisherjon albatta mana shuncha odamning duosini olgandan keyin ajoyib inson bo'lib voyaga yetadi. Xo'sh, otasidek, bobolaridek, el avloddek xalqiga, yurtiga xizmat qiladigan inson bo'ladi deb fotiha beramiz. Kelinglar. Bundan keyin ham mana shu xonadoningiz obod bo'laversin. Mana shu farzandlarning tarbiyasiga charchamang, el xalqning xizmati uchun charchamang. Alisherjon sizni ishonchingizni oqlaydigan ajoyib inson bo'lib voyaga yetaversin. Xonadoningizga to'y ustiga to'y bo'lsin. Faqatgina shu yaxshi niyat bilan xalqqa xizmat qilsangiz, albatta Alloh taolo sizni qo'llab-quvvatlaydi. Meni nasihatim shu. Kelinglar, hammalaringizga bu kecha yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xush kelibsizlar xonadonlarimizga, xonadonimizga. Mana shu yigitcha otasiga o'xshagan katta-katta darsxon yozib, el xalqning xizmatini qilib, el xalqning hurmatini olsin degan niyatdamiz. E'tiborlar uchun katta rahmat. Tashakkur. Albatta qarsaklaringiz to'ylar muborak bo'lsin. Sodiq Ahmedovich, ilohim uzoq umr tilaymiz. Doimo farzand nabira abiralarni og'ishida bo'lib, mana shu aziz o'g'lon Alisherbekni nasib bo'lsa nikoh to'ylariga mana shunday ketma-ket chiroyli tabriklarga chiqib, o'sha to'ylarni ham qutlashga Alloh muyassar qilgan bo'lsin. Kelingki, aytadilarki, bugun mana davramizda ko'p aziz insonlar, Buxoroni o'sha ko'zga ko'ringan, o'z iste'dodi, o'z albatta kasb-korining ustasi bo'lgan aziz insonlar jamol turiblar. Men hozir hurmat va ehtirom bilan albatta ustoz deydi, otangdek ulug' deydilar. Bugun Fayzullo Salomovichni yana bir aziz ustozlari Asqad Ergashovich Tursunovni hurmat va ehtirom bilan mikrofonga chorlayman. Inson deydi, nechun kelar dunyoga? Yaratmasa, tuzib qurmasa, bekor unga inson degan nom ezgulikka yuzun burmasa. Bugun mana shu ezgu niyatlar yo'lgan dasturxonni, ezgu tilakli aziz insonlarni xush ko'rdik deb, Asqad Ergashovich avvalambor xush kelibsiz, to'ylar muborak bo'lsin deb, albatta bugungi chiroyli davramizni shahzodasi Alisherbek hali ta'kidlab o'tildiki, Doniyorovni tabriklash uchun men hurmat va ehtirom bilan mikrofonga chorlab turib, xush kelibsiz deyman. Marhamat Asqad aka. Rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz mehmonlar. Mana bugun Fayzlojon shu o'g'lini sunnat to'yi munosabati bilan chiroyli dasturxon yozib, oshna og'aynilarini chaqirib, do'stlarini chaqirib, qarindosh urug'larini chaqirib, bir
xursandchilik kunini o'tkazyapti. Avvalambor mana shu xursandchilik kuni bilan Fayzullajon sizni chin qalbimdan tabriklayman. Sizni siz orqali Salim amakimizni, kelinimizni, qarindosh urug'laringizni hammalarini tabriklaymiz. Alisherjonga nima tilayman? Alisherjon o'ssin, ulg'aysin, ilmli, ziyoli, aqlli yigit bo'lsin, otasiga o'xshagan omadli, baxtli yigit bo'lsin. Nima deydi? Qanaqa kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar tadbirkor bo'ladimi, bankir bo'ladimi? Shu chin inson bo'lsin, xalqning ko'nglidan, yuragidan joy oladigan yigit bo'lsin. Fayzullajon, sizga omad, sog'lik tilayman, tabriklayman. Rahmat. Tashakkur. Salomat bo'ling. Albatta chiroyli qarsaklar, Asqar Ergashev niyatlar ijobat bo'lsin. Xush kelibsiz. Bugungi to'y muborak bo'lsin. Mana shu tilaklar albatta yosh o'g'lon bu oqshomning shahzodasi. Takror va takror aytamizki, Alisherbekka bir umr hamroh bo'lsin. Yo'llarini yoritib, albatta har bir niyatga farishtalar amin degan bo'lsin. Nikoh to'ylariga yetkazsin. Keling, bugun mana shu chiroyli to'yni shirin va albatta xush kayfiyatda o'tkazish uchun chorlangan barcha dilkash mehmon mezbonlar, bu to'yni chiroyli qilish o'zimizning qo'limizda. Demak, tortinmay bugun xursandchilikka sherik bo'lib, shodlikni albatta qalbga tugib, san'atkorlarimizni chiroyli kuy va qo'shiqlariga, chiroyli raqslarga hammalaringizni chorlab qolamiz. Navbat yana Osmon akamiz, Inoyat boshchilik san'atkor do'stlarimizga navbat beramiz. Marhamat, sho'x qo'shiq kuylar barchangizga havola va hammalaringizni chiroyli raqslarga chorlab qolamiz. To'yday o'xshash uchun. Marhamat.
Dadlari shakardan ham sochim o'rgilay o'zim kokiling tuzim san mani yuragim san o'zing jonolar shirin so'zing san qara jo'jing dadlari shakardan ham sochim o'rgilay o'zim kokiling tuzim san mani yuragim san o'zing jonolar shirin so'zing san qara jo'jing cananı kızlar icrahanı canımlı cananı kızlar icrahanı Sena yetmağ erken külümlü armanı Sena yetmağ erken külümlü armanı Asal gül çıray gül bedenim sen Güzel erketoy sevmedim Dadları şekerden hem saçım Orgelay özüm Kakiling tuzum Sen bana yüreğim sen özün Canalar şirin sözün Sana qara jo'jing Dadlari shakardan ham sochim O'rgilay o'zim Kokiling tuzum San mani yuragim san o'zing Jonolar shirin so'zing Sana qara jo'jing
من شما من با دم شما زم خریدار من شما من با دم شما زم خریدار من شما من با دم شما زم خریدار من شما های هایش میکنه کمشن پایش میکنه های هایش میکنه کمشن پایش میکنه کمشن تنگی کنه سمت کی پایش میکنه کمشن تنگی کنه سمت کی پایش میکنه آلا مرغ کی باله بیچاره مرغ کی باله آلا مرغ کی باله بیچاره مرغ کی باله آلا مرغ کی باله بیچاره مرغ کی باله آلا مرغ کی باله بیچاره مرغ شام داره کدو برون چند اونمو چند دخترو چند سرتزون چند پرتزون چند میسکارو ای جوجه مالی من مولو جوجه سبب نشدن بدون کوچه ای جوجه مالی من مولو جوجه سبب نشدن بدون کوچه من در عشق من در عشق سیون من در عشق من در عشق سیون ای دختر کی مید چکی یک دو میون من در عشق من در عشق سیون بر حسن جمالی تو شدم دیوانه یون من در عشق من در عشق سیون دیوانه شدم خلق جهان میدونه یون من در عشق من در عشق سیون ای دختر کی مید چکی یک دو میون من در عشق من در عشق سیون من در عشق من در عشق سیون شکستم ابری کش من هستم دست بولو لیلا 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 شکستم ابری کش من هستم دست بولو لیلا لیلا گل برگ هزار نغمه گلشان ای شیرین زبان نغمه گلشان برگ هزار نغمه گلشان ای شیرین زبان نغمه گلشان ای آفت جان نغمه گلشان ای پسته دفان نغمه گلشان ای ددش بجان نغمه گلشان ای شیرین زبان نغمه گلشان غلطی بردنی هو باش غلطی نوزی هو باش غلطی بردنی هو باش غلطی نوزی هو باش ای چادر بسر ای گل وقتی رفتن شون ای چادر بسر ای گل وقتی رفتن شون آمدن گردن وقتی رفتن شون تنقیق آمدن گردن تنقیق آمدن یون ای چادر بسر ای گل وقتی رفتن شون ای چادر بسر ای گل وقتی رفتن شون ای نکنه خدا نکنه من اشما جدا نکنه ای نکنه خدا نکنه من اشما جدا نکنه ای غر نکنه ای زمین چخور نکنه ای غر نکنه ای زمین چخور نکنه ای جمان میکنه ای لرزون میکنه ای جمان میکنه ای لرزون میکنه آدینا لیلا قوم دستین آدینا همه گرده ای سینش کنه آدینا قوم دستین آدینا همه گرده ای سینش کنه bo'linglar aziz san'atkorlar azizjon doim boring bo'linglar hammalaringizga omad yor bo'lsin san'at osmonda parvozda bo'linglar azizlar bugun haqiqatan ham mana shu aziz xonadonga Toshkentdan Qashqadaryodan Surxondaryodan va viloyatlarimizni ko'plardan mana shu mehmonlarimiz bugun shu aziz xonadonni xursandchiligiga shodligiga sherik bo'lib uzoq yo'l bosib bugun mana shu chiroyli davramizni fayziga fayz qo'shdilar avvalambor fayzi baraka har bir insonga hamroh bo'lsin. Men hozir hurmat va ehtirom bilan ikki aziz insonni yana Surxondaryodan tashrif buyurgan mana shu aziz xonadonning yaqin do'stlari yana Fazla Salomovichni kursdosh do'stlaridan kursni sardori bo'lgan Rahim Qoraboyevni Surxondaryo viloyat G'allab bank boshqaruvi boshlig'i hamda Qashqadaryodan tashrif buyurgan aziz yana yaqin do'stlaridan Qashqadaryo viloyat markaziy bank muavini Yog'diyev G'ayrat akani mana shu chiroyli davraga xush kelibsiz deb mikrofonga chorlayman. Marhamat. Kelgiley deydi joni dilim, sen mening yonimda tur.
yonda ne balkim manim aylanar qonimda tur. Beqaror qon deydilar, sen shirin jonimda tur. Bevafo bu jonnadir, pokiza iymonimda tur. Har yomon u yaxshi kunda barcha imkonimda tur. O'ngda tur yo so'lda tur, do'st bo'lsang yonimda tur degan shiorga rioya qilib bugun mana shu aziz do'stlar Surxondaryodan va albatta Qashqadaryodan bugun mana chiroyli davraniga xursandchiligiga sherib turgan aziz insonlarga xush kelibsizlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Sizlarning ham xonadoningizda to'y bo'lsin va albatta bir paytlar kursda o'qib yurgan paytda kim birinchi uylanadi, kimni farzandiga to'yga ishtirok etamiz deb o'sha chiroyli tuyg'ularni qalbga tugib bugun mana kurs sardori Rahim akamiz hamda kursdosh G'ayrat akadan chiroyli niyatlarni olsak. Marhamat. Rahmat rais va so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum. Hurmatli davramiz qatnashchilari, mana bugun do'stimiz Fayzullajon farzandi Alisherjonni sunnat to'yida o'tir ekanmiz. Meni eng avvalo butun Surxondaryoliklar nomidan tabriklayman albatta. Surxondaryoliklar nomidan chiroyli tabriklaymiz do'stim. Iloyim Alisherjon kelin bilan siz orzu havas qilib farzand bo'lib yetsin. Iloyim sizdan da o'tib ketgan voya bo'lsin. Xonadoningizda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin Fayzul aka. Do'stlaringiz to'kin sochin bo'lsin, do'stlaringiz ko'p bo'lsin. Xudo xolasa nasib etsin iloyim hammamizga shu Alisherjonni visol to'yida ham o'tirib mana shunday tabriklash iloyim nasib etsin. Rahmat, so'z berasiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli davradoshlar, hurmatli o'rtoqlar, Fayzullajon. Mana bugun eng yaxshi kunda bir do'stimizni yaxshi kunda o'tiribmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Avvalambor do'stim, sizga sog'lik, salomatlik. Mana shu Alisherjonni kelin bilan qo'sha qarib, huzurini ko'rib, yuqorida yaxshi gaplar bo'ldi. Hammasiga qo'shilamiz. Mana do'stimiz Rahimjon ham yaxshi gaplar gapirdi. Nasib bo'lsa shu yigitni kamida otasidek bo'lsin. Bo'g'alaridek bo'lsin. Ki shu o'g'ilchamizni, endi nevarachamizni visol to'ylariga ham o'tirish hammamizga nasib qilsin. Bundan ham davramiz kengayversin. Fayzullajon nima niyat qilgan bo'lsangiz hammasiga erishing. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Hammani shunday to'ylarga yetkazsin. Rahmat. Tashakkur. Bir chiroyli qarsanglar. Rahim aka, G'ayrat aka. Haqiqatan ham do'stliklaringiz abadiy bo'lsin. Bir o'sha rivoyatda borki, do'stligi qalin bo'lgan do'stlarni birini shoh saroyga olib kiribdilar-u, G'ayrat aka, Rahim aka. Shoh saroyga olib kelibdilar-u, uni butun irodasini sindirish uchun aytdilarki, buni boshini tanasidan judo qiling, qo'lini choping desa, u kulib turgan ekan. Shunda aytdilarki, agar uni bir donishmand vazir aytdiki, agar uni shahardan tashqariga chiqarib haydab do'stlardan ajratsangiz, o'shandagina u tilga kiradi deganda, haqiqatan ham shoh aytdiki, bo'lmasam buni do'stlardan ajratilganda o'sha inson dod deb yig'lar ekanki, nima qilsangiz qiling, lekin do'stlarimdan ajratmang deb yig'lagan ekan. Keling, do'stliklaringiz abadiy bo'lsin. Xonadoningizda to'ylar bo'lsin. Bugun mana o'sha kursdosh do'stlar yigitchani mana shunday sunnat to'ylarga ishtirok etasizlar. Bir-birlaringizni farzandlaringiz nikoh to'ylariga ishtirok etish nasib qilgan bo'lsin va shu o'rinda men hozir tabrik so'zini birinchi o'sha ayollarimiz nomidan tabrik, Sanoat qurilish banki nomidan, jamoasi nomidan Muyassar opa Fayzullayevni hurmat va ehtirom bilan mikrofonga chorlayman. Marhamat Muyassar opa, avvalambor xush kelibsiz. To'y muborak bo'lsin. Marhamat. Jamoa nomidan bitta chiroyli qarsaklar albatta. Muyassar opa xush kelibsiz. Assalomu alaykum hurmatli davra ahli. Mana bugun biz janimiz Alisherjonning sunnat to'ylariga yig'ilgan ekanmiz. Men shaxsan o'z nomimdan, viloyat sanoat qurilish banki nomidan ularni chin qalbimdan tabriklayman. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Doimo yo'llari porloq bo'lsin. Kelajakda eng ulug' insonlardan biri bo'lib yetishsinlar. Ota-onalariga hamroh bo'lsinlar. Nimaiki yaxshi tilaklari bo'lsa, ota-onalarining tilaklariga yetsinlar. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun ukamiz Fayzullajonning o'g'illarining sunnat to'yi ekan. Shu fursatdan foydalanib bizlar bu kishini tabriklaymiz. Ilohi shu katta to'ylariga ham Xudo nasib qilsin bizlar bilan o'tirishni. Fayzullo meni ukam. Juda ham yaxshi ko'raman.
Ilohi sog' bo'lsinlar, ishlaringizga rivoj. Shunday chiroyli, baxtli bo'lib yursinlar. Yuzlaridan kulgi arimasin. Endi bir u degandan keyin bir guldiroz qarsaklar bo'lishi kerak. Niyatlari ijobat bo'lsin. Tashakkur Muyassar opa, tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Xonadonga yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Fayzla Salimishning bitta shiorlari bor. Chunki hali aytdikki, Shofirkon mana shunday bir iste'dodlar yurti bir shiorlari borki, men deydilar mag'rur yuraman do'stim bor uchun. Ko'ksim ostonadir do'sti yor uchun. Mehrim payandozdir ulfat chor uchun. Beg'araz, beriyo ko'zlarga ta'zim, do'stligi bir dunyo do'stlarga ta'zim deb mana shu chiroyli shior bilan yashadilar. Men hozir hurmat va ehtirom bilan o'sha akademiyada birga o'qib, birga tahsil olib, bugun mana yurtni katta bir hurmat va ehtiromiga sazovor bo'lgan. O'zining insoniylik fazilati bilan, o'zining albatta haqiqiy bir chin albatta kasbini ustasi bo'lib, bugun xalqni bir ardoqda bo'lgan aziz insonlar Samad Jabarkulovich hamda Navoiydan tashrif buyurgan aziz mehmonimiz G'ulom Rizayevichni hurmat va ehtirom bilan ikkalalarini mikrofonga chorlab qolaman. Marhamat Samad Jabarkulovich, endi marhamat. Xush kelibsizlar. Sizlarning ham xonadoningizda faqat to'ylar bo'lsin. G'ulom Rizayevich, xush kelibsizlar, marhamat. Akademiyada birga tahsil olgan aziz insonlar, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Ana bugun Ismatovlar va Ikromovlar xonadonining oilasining davomchi bo'lmish janchamiz Alisherjonning sunnat to'yida ishtirok etib o'tiribmiz. Shu munosabat bilan men do'stimiz Fazlojonni, ikkala xonadonning qatilarini ham mana shu to'y tantana bilan tabriklayman. Janchamiz esa sog' salomat o'sib ulg'aysin. Uning hayoti uzun, keng va ravon bo'lsin. Kelajakda oliygohlarni bitirib, o'zi tanlagan kasb egasi bo'lib, vatanimizga o'tasidek xizmat qiladigan komil inson bo'lib yetishsin. Kelajakda hammaga ham mana shu janchamizning baxt to'yiga ishtirok etish nasib etsin. Tashakkur. Bir chiroyli qarsaklar bilan mana Navoiydan tashrif buyurgan, o'sha akademiyada birga tahsil olgan aziz yana do'stlardan G'ulom Rizayevich, xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana bu oqshom do'stimiz xonanda ajoyib kun farzandlarining yoshlik to'yi munosabatida o'tirgan ekanmiz. Shunga ajoyib kun bilan sizni, oila a'zolaringizda hammalaridan chin yurakdan o'z nomidan, o'zimdan kelgan hamma do'stlar nomidan, mana shu qatnashayotgan hamma do'stlar nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Yosh kelajakka o'ssin, ulg'aysin, kelajakka xalqim uchun xizmat qilgan ajoyib bo'lib yetsin. Bu sunnatda ekan, kelajak katta-katta baxt to'ylarga ham hammamiz yetaylik shuni. Hammaning to'ylar va yaxshi kulib o'tsin, shunga qatnashaylik. Rahmat so'z beramiz. Tashakkur. Salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar. Tilaklar ijobat bo'lsin. Albatta har bir yaxshi tilakka farishtalar omin deydi. Mana shu tilaklarning hammasi xonadonga nur bo'lib yog'ilsin. Haqiqatan ham bugun takror va takror aytamizki, mana shu jajji o'g'lon, shahzoda yigitcha nasib bo'lsa kuyovlik to'ylariga yetkazsinki, shu aziz insonlar o'sha to'ylarda ham kelib chiroyli niyatlarini bildirishga Alloh muyassar qilgan bo'lsin. Va yana navbatni aziz san'atkorlarimizga iltimos qilyaptilar. 757 Matiz'ni egasi olarkanlar mehmonlar chiqishi uchun 757 Matiz. Marhamat, demak yana navbat san'atkorlarga endi tortinmay chiroyli sho'x qo'shiq kuylarga hammalaringizni raqsga tushishlaringizni iltimos qilamiz. Marhamat aziz san'atkorlar, navbat sizlarga.